Mahalla qadriyatlar beshigi tizimni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar esa aholi turmush darajasi yuksalishiga xizmat qilmoqda. Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi sohibkor mahalla fuqarolar yig'ini misolida mavzuni muxbirimiz Gulnora G'iyosova tahlil qiladi. Rishton tumanining Qayrag'och qishlog'i aholisining ahilligi-yu mirishkorligi bilan Farg'onada namunali maskanlardan. Bu esa O'lmasovlar xonadoni. Kuz pishiqchilik davri xonadonga yanada fayz ulashdi. Ishkomidagi uzumlar sohibkor tomorqachining mahoratini ko'z-ko'z qilmoqda. 20 sotik xo'jaligimiz bor. Mana shu yerda uzum qilib, oldin shu bodring pomidor ekardik. Keyin shu uzumchilikka qiziqib, shu uzum qilishga o'tdik. 4 xil uzum navimiz bor. Shoxonak, Damiski, Husayni, Rizama degan navlarimiz bor. Daromadimiz endi yiliga 100 million, 120 millionlik uzum sotamiz. Sohibkor mahalla fuqarolar yig'ini o'z nomi bilan sohibkorlar maskani Konstitutsiya ko'chasi to'liq ishkomli mahallaga aylantirildi. Obodlik sari tashlangan qadamlar aholi vakillariga qo'shimcha daromad sifatida xizmat qildi. Ko'chamiz ham endi mana tok qilishib berdi. Ko'chaga mana uzumlar chiqarishni boshladik. Meni chegaram mana shu 40 metr bo'ladigan bo'lsa, 1 tonna, 1,5 tonna uzum olamiz. Prezidentimizning tegishli farmoniga muvofiq 2024-yil 1-yanvardan boshlab barcha tuman va shaharlarda mahalla byudjeti tizimi amaliyotga joriy etilgan edi. Unga ko'ra jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha undirilgan mablag'larning 10% har bir mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasiga yo'naltirilishi belgilab qo'yilgan. Sohibkor mahallasidagi ushbu mablag'lar bugun mahalla obodligi, aholi qulayligi uchun sarflanmoqda. Mahalliy soliqlar bo'yicha bizning mahallamiz yarim yillik bo'yicha yillik rejamizni bajardik. Mahallamiz to'liq yillik solig'ini to'lab bo'ldik. Bundan kelgan daromadni, ayniqsa mana shu 10% lik daromad o'zimizning mahalla hisobimizda qoladi. Bundan kelgan daromadlar bilan faqat shu mahallani obodonlashtirish uchun sarflayapmiz. Ma'lumot o'rnida farmonga asosan har oyda Farg'ona viloyatidagi 1063 ta mahallaga jismoniy shaxslardan undirilgan soliqlar hisobidan qariyb 5 milliard so'm mablag' ajratilmoqda.